Pentakam to'g'risida ma'lumot. Pошаговая чтение topografия pentakam. Penta degani bilamiz 5 ta degani. Pentakamda o'sha 5 ta parametrlarni oladi. Pentakamni men o'zi ko'proq Sinjab akademiyasida o'rganganman. O'sha Sinjab akademiyasi o'zi yozgan, professor yozgan kitobidan o'rganganman. O'shaning uchun Pentakamni данныйlarini mana shunday o'rganamiz. Pentakamda именно topografический karta qanaqa o'qiladi? O'zi topografический kartani o'rganadigan naqalarimiz bor, apparatlarimiz bor. Bu birinchi topografический kartani o'rganadigan anaqamiz bormi? Qalamimiz, flomasterimiz. Kolcha platsida bo'lgan. Kolcha platsida bo'lgan. Kolcha platsida birinchi mana oldingi SSR paytida, oldingi paytlarda onaqa apparat bo'lgan. Bunda ruchka bo'lganda, ruchkada keyin mana bu yerda qora chiziqlar bo'lgan. Qora chiziqlar bo'lganda, bu qora chiziqlarni rogovitsaga, shoh pardaga tushirishgan. Shoh pardaga tushirishganda, shoh pardaga tushirgandan keyin biz o'sha shoh pardaga qarab turganimizda tenini ko'rganmiz. Tenini ko'rganimizda bizda отражениесini ko'rganmizda, отражение qanaqa bo'ladi? Misol uchun normada hamma tomonlar ko'rinishi kerak. Bunda 8 ta bo'lgan oldin. Birinchi qilingan krужоклari kolcha platsida 8 ta bo'lgan. Keyin buni bu kolcha platsidan o'sha shoh pardada shilevkada qaraganimizda yoki svet tushirib qaraganimizda shoh pardadagi kriviznani ko'rganmiz. Misol uchun tekis turmayapti. Mana bunaqa shoh pardada misol uchun defekt bor. Hamma anaqalar kolchalar mana bunaqa bo'lib turgan. Mana bunaqa qilib bitta joyga yig'ilib turgan. То есть sentrda bo'lmagan. Boshqa anaqa flomasterimiz yo'qmi? Normal chizadigan. Dek. Boshqa xonadan chiqsa bo'ladi. Keyin kolcha platsidalar mana shunaqa tushgan. Kolcha platsidalar mana shunaqa tushganda, то есть bu yerda astigmatizm o'rtada emas, mana bu yerda periferiyada turibdi astigmatizm. Yoki kolcha platsidalar mana bunaqa turadi-da, mana. Endi mana bunaqa joyda изменение ketyapti. То есть mana bu yerda, ya'ni astigmatizm o'rtada joylashgan, bu periferiyada joylashyapti astigmatizm. Bu o'rtada joylashgan mana bu yerda искривление ketyapti mana bu kolchalarimizda. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu sindrom suxovo glazida ham shunaqa bo'lishi mumkin. То есть mana bu yerda yoki mashitda mana bitta patsientimda bo'lgan, anaqa bo'lgan u duradgor bo'lgan, и mashitga инородное тело tushgan. O'sha инородное телоda искажение bergan mana shu joyda. Mana shuni отражениесini ko'rishi asosida qilingan bular. Bular hammasi shuni asosida qilingan. Da, biometrda ham, o'sha biometrlar ham, pentakamlar ham, keyin boshqa topografический kartalarning hammasi ham atlaslar bor. Ularning hammasi ham asosi mana shu. Negizi shu. Kolcha platsida qilingan. Lekin kolcha platsida o'rtada bitta yorug'lik chiqib bo'linganini hisobga bo'lgan. Pentakamda bo'lsa, bunda shenflyuk kamera ishlaydi. Bitta kamera bunday qilib rasmga olib chiqadi. Bunda keyinchalik kolcha platsidini anaqasini nima deydi, усовершенство qilishganda, kolchani rasmini tushirishmaganda o'zini topografический kartasini olishni boshlashgan. Как бы bu birinchi pokoleniya bo'lsa, bu уже oxirgi pokoleniya, hozirgi paytda eng oxirgi pokoleniya bo'ladi. O'shaning uchun buni pentakamni более усовершенствованный varianti, buni усовершенствованный varianti pentakam bo'ladi. Bu bular передний поверхность olib beradi. Передний, ya'ni shoh pardani oldingi qismini olib beradi. Shoh pardani bilamiz, oldi qismi bor, yana orqa qismi bor, задний поверхность bor. Задний поверхностьni oladigan apparatni keyin o'ylashgan. Chunki birinchi yerda konus birinchi orqadan ingichkalashib boradi. Misol uchun konus bo'ladigan bo'lsa, birinchi konusima o'zgarish bu yoqdan boshlanadi. Bu yoqdan boshlanadi, keyin bu yoq, keyin ukrучение, keyin bu yoqda ketadi. Birinchi ukrучение orqadan ketadi. O'shaning uchun u birinchi belgilari ukrучение borligini orqa segmentdan bilishimiz kerak. Bu nimaga kerak? Biz LASIK
lazik operatsiyalari yoki keratorefraksion operatsiyalarda o'sha anaqa skritый keratokonus bormi yo'qmi, biz mana buni ko'rib turib, yoki astigmatizm bor ekan, yoki topografiyasi yaxshi ekan, bo'ldi, davay deb ololmaymiz. Bu задний skritый fonfrost deyiladi, skritый keratokonus borligini dalolat beradi. O'shani bor yo'qligini именно pentakamda aniqlasa bo'ladi. Bular bilan aniqlab bo'ladi. Задний поверхностini ham tekshirib beradi pentakam. O'shaning uchun bu yerda aytyaptiki, именно diagnostikada kertotopografiyani diagnostikasi va refraksion xirurgiyada yoki rogovitsani diagnostikasi, misol uchun bolalarda otasida bor, onasida bor, misol uchun keratokonus yoki kimdirda bordi, bunda meni ham bolamda keratokonus bormi yo'qmi deb tekshirib bering deb kelsa ham diagnostikasida yoki umuman bizda ko'ryapmiz, bizda astigmatizm chiqyapti-da katta darajada. Bu astigmatizm keratokonusmi yoki просто astigmatizm shunaqa turimi bilishimiz uchun bu pentakam zolotoy standartga kirgizilgan dunyo bo'yicha. И bu yerda biza undan oldingi slaydga qaytsangiz, однако сложность данных требует перехода от intuitsiyaga ham baribir asoslanish kerak bo'ladi. И strogiy algoritmi bor. Bular algoritm bo'yicha tuzilgan. Bu yoqda farqi orqada nima deydi, orqadagi daniylar bilan oldingi daniylarni naqasini bir-birini farqlarini bularda ko'rsatib beradi. Mingta nomerlar bor, o'shalarni ham sekin o'rganamiz. O'shalarning ham hammasini bir-biriga qanchalik razницasi kattaligini hammasini ko'rsatib beradi. И agarda bu yerda ikkita поверхностьni olib beradi, и o'shanda ikkita поверхностьni bu yerda yana bitta narsa bor. Bular shoh pardani, misol uchun 12 mm deylik, shoh pardani razmeri 12 mm bo'lsa, bular ko'pincha sentralniy zonani olib beradi, periferiyani olib bermaydi. A pentakam shimflyuk kamera полностью 12 mm joyi olib beradi. Ya'ni bu yerda mana bu joyi olib bermaydi deb bizda sentralniy zona deyiladi, optическая zona, qorachiq zonasi. Buni olib bermaydi deb, bu полностью rogovitsani topografiyasini olib beradi. Bu keyinchalik o'sha qorong'ida yurganida, qorachiq kengayganda, optический zona kengayganda qanaqa operatsiya beradi, boshqa beradi yoki o'sha operatsiya qilganda qaysi zona, optический zonani olish kerak, o'shalarni hammasini hisoblay beradi. Dальше. Operatsiyani hammasini ko'rsatib beradi. Operatsiya высокого порядка bor, operatsiya низкого порядка bor. Operatsiya высокого порядкada patsientlar o'zi sezadi. Aytadi. Misol uchun rulda yurganimda svet menga yarkilik qiladi, xalaqit beradi deydi. Bir xilla aytadiki, xonaga kechagida mana patsientimiz keldi, xonaga ketsam mana hozir LED oynalar, svetlar qo'ygan deydi. Oqida ko'zim chamashib ketadi deydi. Uydagi hammasini, ishxonamdagi hamma svetni SSR o'sha Nikolay davridagi SSR paytidagi svetga almashtirdim. Chunki yurolmayapman, слишком яркий deyapti. Ular patsient o'zi sezadigan operatsiyalar deyiladi. Operatsiya высокого порядка. Operatsiya низкого порядка yorug'lik yoyilib ketadi. Biz o'sha aytdik-ku, anaqani yorug'likka bitta oq bo'lsa, o'sha fizikada aytdik, oq bo'lsa yorug'lik bitta bo'ladi. Yorug'lik yoyilib ketsa, уже raduga bo'ladi, qizil, yashil, sariq bo'ladi. O'sha bizda bitta astigmatizmda bitta luch kelmayapti deb, bu yerda yoyilib ketyapti. Mana bu yerda luch tushyapti, mana bu yerda bo'lsa, уже yoyilib ketyapti. Уже bu operatsiya beradi. Bu ham operatsiya beradi. O'shani biz u hisoblab beradi mana pentakamda. Bu yerda ключ step by step, значит, pog'ona o'rganamiz. Ключ точная интерпретация, последовательный анализ, а не хаотичный поиск патологии. То есть bu yerda nima ekan deb хаотичный emas, step by step. То есть biz передний поверхностьda bosqichma-bosqich передний поверхностьni ko'rdik,
keyin uni anaqasini raznitsasini ko'ramiz, tepasidagi, pastidagini, yondigini, bu yoq yondigini o'shalarni raznitsasini ko'rib, o'zi patologiyani sekin ko'rsatib beradi. Biz o'zimizni hisoblamaymiz, avtomatik hisoblab beradi. Faqat biz o'shani o'qishni bilishimiz kerak bo'ladi. Qayerda nima yozilganini bilishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda strukturный подход исключающий угадывание диагноза. То есть bu yerda diagnozni ham o'zi ko'rsatib beradi. Bundoq qo'ysangiz, o'sha точкasiga qo'ysangiz, bu yerda keratokonus первой стадии yoki bu yerda скрытый keratokonus, bu yerda третий, четвертый стадия deydi. Keyin yonida shilyovkada mana narsani ko'rgan, сопоставить qilgan. Faqat pentakam emas, u yerda shilyovka bilan ham сопоставить qilgan. Unda ham mana bunaqa belgiladi deb ko'rsatib beradi kitob. Anaqada именно pentakamda. Дальше bu yerda teoriya, bizda bilishimiz kerak, teoretический nimadan iborat, hammasini o'sha pentakamda nimalardan iborat, qanaqa kartalari bor, hammasini teoriya. Qaysidir operatsiyaga, biz qaysidir, misol uchun katarakta operatsiyasiga biz keratokonusni diagnostikasini javob qarab o'tirmaymiz-da. Bizda astigmatizm qanaqa прямой, обратный yoki передний, задний o'shalarni ko'rishimiz kerak bo'ladi, обязательно, yoki o'sha оптический zonalarni ko'rishimiz kerak. Lekin biz именно целенаправленно скрытый keratokonus bormi, yo'qmi deb qidirmaymiz. Biz misol uchun lazerni ablyasiya qilayotganda qaysi joyga biz ablyasiya qilamiz. Misol uchun mana mamutda biz anaqasini astigmatizmni mamutda ketkazishimiz kerak deymiz-ku lazerda. Mana mamutda целенаправленно qilamiz. Katarakta anaqasi bor, kartasi bor. Unda biz baribir ham kataraktani biz xursandlik qilib qo'yamaymiz-ku. Lekin bu yerda sentralniy emas ekanligini bilamiz. Bu yerda anaqa расчет, то есть biz o'shanga qarab intraokulyarniy linzani расчет qilishimiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun har bitta operatsiyaga alohida karta qo'yib bergan. Ya'ni топографические карты для этого, лазика, отдельная карта для катаракта anaqa приём degan funksiyalari bor. O'sha funksiyalarga qarab qo'yiladi. Потом для заключения теории и практики. То есть mana bu yerda alohida teorika bilan praktikanikini ko'radi. Teoriyada mana bunaqa bo'lishi kerak deb aytadi, no praktikada misol uchun biz kartada mana ko'ryapmiz, lekin anaqada hech narsa bo'lmasligi mumkin. Shilyovkada. U aytadiki, shilyovkada mana bunaqa joyda mana bunaqa narsa qidirgan deyish mumkin, lekin shilyovka hamma narsa top-toza, hech narsa bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun biz bu yerda klinik случайlarni ham yozib ketganmiz deb aytyapti mana shu kitobda. Что menda teoriyada mana bunaqa bo'lgan edi, praktikada mana bunaqa bo'ldi deb o'sha klinik случайlarni ham yozib ketganmiz deyapti. Bu yerda vizualniy karta. Bu yerda birinchi kartasini rangini o'rganamiz. Rangini o'rganamiz, qanaqa rangda qilinyapti. Biz yer sharini bilamiz. Men rasm qurolsiz qiynalaman lekin. Anaqa yo'qmi? Qalam yo'qmi? Endi yo'q, men bitirmoqchi edim. Yo'q, boshqa xonalarda yo'qmikan anaqa? Deb chiqing. Alfabetdan chiqing.